Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa go'daklarimizga yem beryapmiz. Sonini yana 3 ta qilib qo'ydik. Bitta qora go'shtdan olib keldik. Bitta qora go'sht, bitta qora go'sht xo'roz bo'ldi. Xudo xolasa bitta oq go'sht xo'rozdan olib keldik. Ikkita korishniy makinamiz bor. Agar kimlar korishniy xo'roz bo'lsa, savdolashib olamiz. Seri lavanda xo'roz bo'lsa ham telefon qismlaridan gaplashamiz. Xo'rozlarimiz 8 ta xo'roz qolgan. Oq degan xo'rozlarimiz. Kaftarish xo'rozlari ham. Ikkita naqshim oshdi. Bitta oshgan ular. Mana bu gribimni uddan uramiz. Urdik bugun. Menimcha juft bo'lgan. Ikkovi juft. Kuyi bilan koson. Eng katta yangiliklarimizdan sizlarga ham ko'rsatamiz. Mana bular bizniki bir tuxumga kirdi. Shu bilan qattiq juda ko'p bu yerda tuxum bor. Mana bu yerda nechtadir, bu yerda shu yerda g'ich to'lib ketdi. Asta-sekin endi ko'rkam bo'lish kerak. Bu yerda ham bor. Yog'da tug'yapti, tug'ayotgani ham bor. Narxi. Hozir bu yerda 34 dan 6 tasi xo'roz. Endi xo'rozim o'ziga yarasha ko'proq bo'lish kerak. 24 ta makinaning 6 ta xo'roz. Har bitta xo'rozni o'shani 6 tadan chiqadi. 6 tadan emas. 4 chiqdi. Bilaman 5 tadan chiqmaydi, 4,5 tadan shunday. 4-5 tadan tegadi. Har bitta xo'roz. Like, kommentariy ham bosinglar, ko'proq video qo'yamiz. Mana bu yerda zaborcha qilib qo'ydik. Tekin вообще bular bo'lmasa-da. Hovuzchasi mana bu yerda eshigi bor. Ochiladi. Hovuzga cho'miladi. Bitta bir boqayotganimizda ham bir video qilib uyamiz. Boqish jarayonlari. Bular bitta xususiyati yomon, yangi kelsa 5-6 kun ovqatlantirmaydi, suv ichirtirmaydi. Urushadi. Qo'rquvdan qolgan bu. Uyimdan sizlarga video qilib, agar ishqiliblar bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, 3 uyimni ham video qilib beramiz. Kaftarlarimiz. Sezon boshlandi endi. To'xtamasdan bosish kerak. 2-3 tasi yaqinda ko'p bo'lish kerak endi. Tuxumlar juda ko'payib ketdi. Kami 70 tacha tuxum bor. Ishlashga ham harakat qilyapti. O'qisa bir marta ishlaganini ko'rdik. Qorani esa hali yo'q. Kecha olib keldi, shanba. Narxni ham bir eslatamiz. Oq juda arzon tushib qoldi. 140 ming oldik. Qorani 130 ming so'm. Mana bu katta gigant 4 tani o'gamizga broiler bo'lyapti. 125 dan olgan.
Bitta katta erkagimizga 170 ming so'm olganmiz. Endi shunga yarasha katta narsa tosh bosadi degan narsa. Makonlarni mana bu unisini 80 ming olganmiz. Mana bu 63 dan podrяд 14 ta kelgan ikkita xo'roz bor edi. Buni 70 ming so'mga bizlarga turibdi bu. Mana bu tug'yapti. Abi 63 dan bu ham kelgan bu qora boshlanishida bor. Yana qaysi 70 ming so'mga bu kelgan 80 har xil. Kecha yaqin olganimiz chorshanba kuni kelgan, mana bu makon 60 ming so'm. Bu ham arzon tushdi. Mana bular bu endi vaqtida sezonni sentyabr oyida 54 mingdan 55 dan tushgan. Mallalarni ham 50 ming so'm olgan. Bu ham u ko'rishlarniki yanvardan fevralda olib boqilgan. O'shandan beri. Bo'lmasa bittasi tullakka ham kirib qoldi ancha. Mramir bunga ham narx o'xshaymiz. Boshqachadagi mramir. Mana bu ikkita bir xilimiz bu. Eski makonimiz. Ham tullak chekilgan ancha. Shu bosayotganda xo'roz chalg'itadi. Urushadi. Bosgan. Yo'q, bosgan kiradi. Bular bitta shergini sotdik kecha qassobga. Ziyonga bo'lsam chunki jumlasi yo'q, qandaydir o'shanga qora bosh top keldik. Uborka qilishimiz kerak edi. Ko'p qafaslarimiz oldi bo'shab qolgan. Katta uzun qafasimiz ham bo'sh, bu ham bo'sh. To'ldiramiz. Like, kommentariy ham bosib, obuna bo'lib qolsalaring, tezda video chiqarishga harakat qilamiz va albatta o'tkazishni bir video chiqaramiz. Hayır, sağ olun.